Rostdan ham siz uyingizni juda ham yaxshi ko'rib, mehr beri yig'ishtiras ekan. Videolaringizdan shunday bilinib turadi deb aytishdi yaqinda qizlar. Juda ham xursand bo'ldim. Siz ish qilganingizda biz ham maza qilib xuddi qilganimizdaqangi bir motivatsiyaga to'lamiz deyishdi. Rostdan ham shunaqangi, maqsadim ham xuddi shunaqangi. Ayol qizlarga bir foydam tegsa, jinday bo'lsa-da, mana shunaqangi jinday depressiyami yoki bir ish qilgisi kelmaganda meni videolarimni ko'rib ish qilgilari kelib ketishini xohlayman. Bugungi navbat mana shu koridorda turgan shkafimni veshelkalaridan, veshelkalarimni alishtirdim, iloji boricha stalnoy nimasiga o'xshagan bo'lsin dedim. Yangi organizerlar oldim, spalniga ham, koridorga ham mana shunaqangi головной уборlarni yig'ishtirish uchun. Keyin yangi raspakovkalarim, o'tgan bahorda olgan organizerlarimga yana qo'shimcha qilib oldim. Sal razmeri boshqacharoq ekan, lekin o'zim obuvlarim sig'di. Oldingilariga kattaroq xo'jayinimning obuvlarini joylab qo'ydim. Qaradim, qanday tursa chiroyli bo'ladi ekan deb, o'zimga yoqqandaqangi bo'ldi. Teparoqqa yozgilarini olib qo'ydim, pastroqqa hozirgi ham kiyadigan va осенний qishkilarni joyladim. Tepalariga o'sha shapkalarni olib qo'ydim ballarda. O'zimga yangi jiletka oldim, keyin shunaqa mexavoy sharf oldim, ro'mol deganim. Xitoyliklar 3 ta paypoq solib beribdi qizlar, hayronlarda qolasizlar. O'gilarimga ham paypoqchalar oldim, keyin mana shunaqangi Nike krossovka oldim. Har bittasini mehri bilan tanlayman, luklarimga bir xil bo'lsin deb. Mana natija mana shunaqa bo'ldi. Tepada yana ikkinchi organizerim bor, unga ham ballar sharfini solib qo'yaman. Mana shunaqangi o'zim xohlagandek bo'ldi. Anchadan bas xohladim. Mana shu ranglilarni ham alishtirsam bo'ldi.